ancha qulaydi, lekin bu o'zi ham. Assalomu alaykum barchaga. Charchamasizlar. Va nihoyat bugun biz Akmal brigadam obyektga keldik. Ishlarni tugatgan va o'shani o'zlari ham sekin tushuntirib beradi. Bu obyektimizda dekorativniy radiator tanladi. Akfana Sira firmasinikini razmerlarini olib bu joyimizga 5 ta qovurg'ali qo'ydik. O'zi 4, 5, 6 talikga qo'ydik. O'zi 5 taligini betga tayladik. Dizayn bilan maslahat qilib, radiator kranlarini ham o'ziga moslab o'sha oq radiator kranlaridan qo'ydirdik. Buni afzal tarafi oddiy radiatorga qaraganda bu 3-4 barobar yuqori issiqlik beradi bitta qovurg'asini o'zi. Oddiy masalan 50 sm faraz qiladigan bo'lsak, buni o'zi 2 metr. 2 metr. Ya'ni 4 barobar, ya'ni kuchliroq issiqlik tarqatadi. Oddiyda masalan hozir bir 20-24 ta qo'yadigan bo'lsak, bundan masalan 5-6 ta qo'ysak ham o'sha issiqlikni bu xonaga bemalol yetadi. Va bizda har bittasi xona termasi orqali o'chib olib ishlaydi. Ham topli pol, ham radiator qo'yilgan. Topli pollarimiz mana xona nimada oladi, ya'ni polni sathidan harorat olib sezib o'lchab ishlaydi. Radiatorimiz bo'lsa havodan ishlaydi. Topli pol asosan o'zi xonani, ya'ni polni zaxini olib turish uchun ko'pchilik o'ylaydi, topli pol o'zi yetar ekan, lekin bunaqa joylarga romlar baland, ya'ni poldan rom tepagacha qo'yilgan issiqlik yetmay qoladi topli polga. Va albatta bizda luchoy sistemaga mo'ljallangan kollektorlarimiz ikkitasi oddiy. Bu bizda sushilka, ya'ni soch qurishga alohida yetadi. Qolgani bizda mana servaplet qo'yiladi, shuning hisobiga расходообменный qo'yilgan. Va bizda bu yoqda tokda ishlaydigan kotyolimiz va tok orqali suv isitgichimiz. Bu sanuzilimiz, bu yerga installyatsiya o'rnatganmiz. Installyatsiyaga qo'shimcha krepleniya bilan berganmiz. Sababi o'ziniki kamlik qiladi. Shuni hisobiga qo'shimcha shina montajlardan ishlaganmiz. Tepasiga ziyon qilmaydi. Yoniga ikkita berganmiz. Bundan tashqari yana installyatsiyaning o'zi unitazi qo'yiladigan joyiga ham ikkita planka qo'yganmiz. Sababi bu qo'shimcha qo'yganimizning hisobiga orqaga ketishi ehtimoli juda kam bo'ladi. Kafel terganda gipsakar qo'ygan sinib ketmaydi. Upor bo'ladi. Qo'shimcha qo'yilgan. Montajli shinalarimiz bu yerda demoxodi bo'lgani uchun shuni hisobiga devordan oldin montajli shinalarda ishlaganmiz. Sushilkamizga bitta bausimisitel o'rnatganmiz. Unga shina montajlarda ishlaganmiz. Juda qulay bu. Shina montajning afzalligi shunaqa, xohlagan joyda bukib bemalol shakl xohlagan razmerga keladi. Albatta bularga ham bazalt setkalardan qo'yilgan. Ya'ni tepli izolyatsion mahsulot ustiga steyashka masalan qoplamasligi mumkin, ko'chib ketishi mumkin. Shunga qo'shimcha mana bazalt setkadan qo'yilgan. Bu o'sha betonni ham, steyashkani ham mustahkam ushlab turishini ta'minlaydi. Bu tarafda ham mebel bo'ladigan joylar bizda to'kilmagan. Ya'ni loyiha bo'yicha har bittasi ko'rsatilgan va xuddi shu bo'yicha mebel joylanadi va qolgan joylarga iliq pol hamda bu tomonda mana dekorativ radiator. Har bittasi bizda o'sha xona termasi orqali o'chib olib ishlaydi bu ham. Bu tarafda ham xuddi shunaqa mebel qo'yiladigan joylarga mana qo'yilmagan, qolgan qismlarga albatta iliq pol va radiatorlardan foydalanganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Zafarova jamoasiga buyurtma berishingiz mumkin. Bizda o'zimizni hamkorlikda ishlaydigan sheriklarimiz, ya'ni ustalarimiz, mutaxassislarimiz bor. Bemalol qaysi ko'rinishdagi bino bo'ladigan bo'lsa ham qo'llangancha yechim beriladi. Zafarova jamoasi doim xizmatingizdamiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Zafarovaga murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan foydali ma'lumotlarni olish imkoni bo'ladi. Va kuzatayotgan bo'lsangiz, izohlarda ishlarimiz kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarni yozib boring. Biz albatta bilan to'g'rilab boramiz. Foydasi tegayotgan bo'lsa, foydali bo'layotgandan xursandmiz. Salomat bo'ling.